Tramp mavjud tabiiy, ya'ni bunday holatda Yevropa hamisha o'nglashgan. Mana shu tarafga urg'u beryapti, tamom. Ya'ni o'zi uni o'nglashtirishga niyat qilayotgani yo'q. O'zi shundoq ham Yevropa o'ng siyosatchilarga bugun muhtoj. Millatchi siyosatchilarga muhtoj, chunki biz Yevropani hamisha ma'lum bir davrda deylik siyosatni o'z qo'liga olish jarayonida o'nglashuvni ko'rganmiz baribir. O'sha nima bo'ladimi? Napoleon bo'ladimi yoki Gitler bo'ladimi? Ya'ni bu Yevropada o'tiladigan jarayon demoqchi. O'tiladigan jarayon yoki umuman olganimizda Yevropa o'zining tub g'oyasi nuqtai nazaridan vaziyatni o'nglashi uchun, ya'ni butunlay luzerga aylanib qolmasligi uchun urushish kerak bo'ladi. Urushish kerakligi uchun biz ko'p aytganmiz, xarizmatik inson kerak bo'ladi va bu Yevropaning nimasi deymiz hozir? Yevropaning fojiasi yana bir fashistik qaysidir ma'noda g'oyani ilgari suradigan siyosatchiga ehtiyoj seziladi va Tramp mana shu jarayonni tezlashtiryapti deyish mumkin.